PUBG'dan pul topish halolmi yoki harom? Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Pantera. Bugungi videolarimizda PUBG'dan pul topish halolmi yoki haromligini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Qani ketdi. PUBG'da pul topish turlari har xil bo'ladi. Masalan, turnirda qatnashib hamma bilan TDM o'ynab va pul yutib olishingiz mumkin. Bu TDM turnir masalan 16 talik slotli bo'ladi va slotlar 5000 so'm, 10000 so'mlik yoki tekinga slotlar bo'ladi. Bu slotlarni sotib olib siz tanishlaringiz bilan yoki boshqalar bilan turnirda o'ynashingiz mumkin. Agar yutib qolsangiz pullarni, mukofotlarni olishingiz mumkin va bu men uchun 100% halol deb o'ylayman, chunki sizlar o'g'rilik qilmayapsizlar, halol pul topyapsizlar. Shuning uchun men uchun halol deb o'ylayman. O'zingiz uchun qanaqa, sizlar uchun halol yoki harom? Shuni kommentariyga yozib qoldiringlar. Va turnirda masalan anular bo'ladi, adinga sayt berib ketaman. Turnirda minutga 10 sekunddan ko'p turib o'ynaydigan anulari bor. Ularni keyingi videoda tushuntirib o'taman. Va keyingi video chiqishi uchun 50 ta like bersanglar bu videoning ikkinchi qismini chiqaraman va unda o'zim ham qatnashib o'zingizga ko'rsatib beraman. 100% olib chiqib beraman bu videolarni. Va shu videoga 50 ta like bo'lsa, TDM turnirlarda qanaqa pul topish pravilalarni o'rgatib o'tib ketaman. Shuning uchun videoga like bosib kanalga obuna bo'ling, chunki 30 mingtaga boshlarimcha qolgan. Va bu birinchi videoligim uchun sal hayajon bor. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman. Agar 30 mingta bo'lsa, o'zimizning Telegram kanalimizda TDM turnir qilib beraman va TDM turnirga slotlar qo'yamiz. Va shuning uchun Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar. Va xuddi shuni aksi TDM emas, turnir, klassika turnirlari. Bu klassika turnirlarida squad yoki solo yoki duo bo'lib o'ynashingiz mumkin va bu turnirda top 1 olsangiz yoki Pluto yoki UC valyutasini yutib olishingiz mumkin. Hozirda katta TDM turniri, SNG bo'yicha turnirlar bo'lib o'tmoqda. Ularga ham qatnashadiganlar bor yoki katta TDM turnirdagilar ham qatnashadiganlar bor. Shuning uchun bu kattalar uchun yoki boshqa turnirlar ham bor, endi boshqa mavzu. Shuning uchun shulardan pul topishingiz mumkin. Klassika turnirida minutga anula bo'lmaydi, shuning uchun oson deb o'ylasa ham bo'ladi, lekin boshqa ko'p odam bo'ladi. Bu videoga 50 ta like bo'lsa, bu videoning ikkinchi qismini ham chiqaraman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Pantera bo'ldi. Hammalarga kattakon rahmat.